Diqqat qiling, tezkor ob-havo ma'lumotlari. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. O'zgidromet markazi respublikamiz hududida 30-martdan 5-aprel kunlariga bo'lib o'tadigan ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Bunga ko'ra, respublikamizning barcha hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Buxoro, Navoiy viloyatlarida 30-mart, 4-aprel kunlari ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Momaqaldiroq bo'lib turadi. 5-aprel kuni esa yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda bo'ladi. 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 10-15 daraja iliq, kunduz kunlari 20-25 daraja iliqdan 25-30 darajagacha ko'tariladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida ham havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi kuzatiladi. Faqatgina 1 hamda 3-aprel kunlari esa yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 12-17 daraja iliq, kunduz kunlari 20-25 daraja iliq bo'ladi. Ba'zi joylarda 23-28 darajagacha ko'tariladi. Qashqadaryo hamda Surxondaryo viloyatlarida ham havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Shamol g'arbdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 12-17 daraja iliq, kunduz kunlari 22-27 darajadan 25-30 darajagacha ko'tariladi. Respublikamizning vodiy hududlarida, ya'ni Andijon, Farg'ona, Namangan viloyatlarida ham havo o'zgaruvchan bo'ladi. 31-mart, 4-5-aprel kunlari ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. 30-mart hamda 1-3-aprel kunlari yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Shamol 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 12-17 daraja iliq, 30-mart kuni 20-25 daraja iliq bo'ladi. 31-mart hamda 5-aprel kunlari esa 22-27 darajagacha ko'tariladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.